bugun TMS magnit muolajasini NRS kasalligi bor klientlarda o'tkazamiz. NRS bu NRSning sabablari nima o'zi aslida? NRSning sabablari masalan nerv tizimi rivojlanmaganda, masalan bolalarda siydik tufagining muskullarini nazorat qiluvchi markazlar yaxshi to'liq ishlamasligidan yoki chuqur uyqu bolalar siydik kelganligini his qilolmaydilar. Siydigan bo'lishi mumkin, lekin u unchalik nima emas, tasdiqlanmagan. Kichik mochavoy tuzil bo'lishi mumkin, tovuq tez to'lib qolsa yoki stresslar, psixik faktorlar, masalan oilada bo'ladigan psixik faktorlar yoki maktabda bo'ladigan qo'rquv yoki psixikani o'zgartiradigan faktorlar sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari shamollashlar ham shunday holatni berishi mumkin. Bizlar endi TMS muolajasini o'tkazamiz. TMS muolajasini o'tkazganimizda asosan pelvic TMS deb aytiladi. Pelvic TMS deb aytiladi. Pelvic degani taz organlariga TMS magnit muolajasini o'tkazishni nazarda tutiladi.